أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Savaştaşlarımız bizning bugungi darsimiz kitobimizningki 38 darsi Fi'lul amr. Biz kitobimizning boshida ismning babini, ismning qismini tugatgandan keyin, ya'ni ismni ikkiga bo'lib mu'rab, mabni deb mu'rablarni asosiy cho'ng 3 babga bo'lib, marfuat, mansubat, majrur deb marfuatni 8 ga bo'lib, mansubatni 12 ga bo'lib, majruratni 2 ga bo'lib, buning tavobilarini so'zlab bo'lgandan keyin mabniga kelib, mabniningki 8 qismini bayon qilib bo'lgandan keyin ismni xotim bilan oxirlashtirib ism munosabatlik mazmunlarni tugatgan. Shundan keyin kitobimizning ikkinchi qismi fe'lga kelib to'xtab, fe'lni cho'ng jihatdan modi, mudori, amr deb shu 3 qism fe'lni asos qilib tugatgan to'q, boshlagan to'q. Modi to'g'riliq masala addilam tugadi, chunki amelan bilimiz modi mabni fe'l o'g'achqa mabni bilan cho'ng masalamiz yo'q. Undan keyin mudoriga kelib, mudori ismi o'xshagan tufayli mu'rab bo'lib, buning grammatikalik oldiga kelgan qo'shimchalar, omillarning ahvoliga qarab turib, oxirning ahvolining o'zgarish tafsilotini biz oldingi darsda so'zlab tugatdik. Endi bugungi darsda biz amr va amrdan boshqa fe'lga munosabatlik fe'lning har xil turlari to'g'risida bir qism mazmunlarni deb o'tamiz. Darsning boshidan deb qo'yamiz. Bizning bugun o'qiydigan darsimiz hammasi ma'lumot xarakterli darslar. Belki haddan ziyoda qiyin darslar emas. Shunga surat bir qadar tezroq bo'ladi. Ammo uning ustiga biz hozir o'qimoqchi bo'lgan darslar hozir grammatika nuqtasidan o'qilayotganda qilgan bilan amaliyotda biz dastlab arab tilidan savodni chiqaradigan, masalan, durus lug'atul arabiyya yoki al-arabiyya bayniyadek va shunga o'xshagan bir til kitoblarni o'rgatgan vaqtlar biz bugun so'zlamoqchi bo'lgan ma'lumotlarning hammasi o'quvchilarimizga ba'zi tafsiliy, ba'zi ixcham shaklda, ba'zi tekstlarning ichida, ba'zi qoidalashtirilgan shaklda o'rgatilib, tugatilgan mazmunlar bo'lg'achqa biz bugungi darsda haddan ziyoda kuchmaymiz. Ya'ni tezroq o'qiymiz demakchi. Birinci mazmun fi'lul amri, amr fi'lisi. Amelan sarfda o'quliq fe'llar oldingi darsda o'tganimdek modi, mudori, ism fa'il, ism maf'ul, fi'l jihat, fi'l nafi, amr hodir, amr billam, fi'lun nahi, ism makan, ism alat, ism tafdilda bir masdar 10 şekilde türleniyor. Bunun içindeki emir, mesela darabeni misal kılsak, daraba yadribu, darben, daribun, madrubun, lem yadrib, la yadribu, idrib, li yadrib diye ondaki idrib. Yani 6 şekilde ikinci şahsını görürsüdü, erlik 3, ayallık 3. İdrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribne. Hem de emir fiilininki bütünlüğü türlünüp çıkış ahvali fil mudari qılam qarashliq. Fil mudari'nin şekli qanday olib qalsa şu boyunca türlünüp çıkıdı. Mesela fil mudari'lar biz sarf dersimizde o'tganimizdek 3 xil bo'ladi. Yaf'ulu sulasi mujarrad, yaf'alu yakni mu yaf'ilu. Anki madidik o'zgarishlar bilan 6 xil bo'ladi. Fil mudari'ning 3 xil ahvoli. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu degan 3 xil ahvolga qarab turib amr qana qilinadi, chiqariladi. Masalan, yaf'ilu bablaridan if'il chiqariladi. Yaf'ulu bablaridan uf'ul chiqariladi. Yaf'alu bablaridan if'al chiqariladi masalan. Demek amrning ayni fil mudari'ning ayni qanday bo'lib qolsa shunda chiqaradi. Buni biz sarfda mana tushundirgan. Odatda fil mudari'dan amr chiqarmoqchi bo'lsak, birinchidan amr degan jazma holati o'g'achqa, sukun holati o'g'achqa fil mudari'ning oxirisini sukun qilamiz. Masalan, yadribudiki pash harakatini ap tashlab yadrib qilamiz. Undan keyin yadribudaki ya harful mudari'at. Biz amr chiqarmoqchi bo'lgandan harful mudari'atni ap tashlasak, dot sakin holatda dirib degan shaklda qolib qoladi. Dot sakin razir. Ondan keyin dot sakin bo'lg'achqa oldingi harf sakin bo'lib qolsa, so'z boshlanmaydi odatda. Cho'qim harakatlik boshlanishi kerak. Shunga buningga zoid hamzdan birini keltiramiz. Hamzini ra'ning harakati, ya'ni 3-harfning harakatiga qarab turib akapirimiz. Ya'ni yadribuda 3-harf, ya'ni ra'ning harakati zir o'g'achqa, zir o'qilgan hamza kelib berdik.
idrib qo'xshash. Agar pesh o'qilgan bo'lib qolgan bo'lsa 3-harf, masalan yansuru o'xshash. Avval ra'ni sakin qildik yansur bo'ldi. Uning keyin ya'ni abtashladiq chunki harful mudariat. Undan keyin hamza zoiddan birini aka hamza vasldan birini aka birimiz akamizdan birini 3-harf pesh o'qilgan bo'lg'achqa bu aka birdigan hamzamizmi ham pesh o'qilgan bo'ladi. Unsur ya'lamu desa zvar o'qilganda yana o'xshashlar ya'lam qilib olib, undan keyin oldidagi ya'ni tashlab o'tib, oldiga 3-harf zvar o'qilgan bo'lg'achqa zar o'qilgan hamzaning birini ikki xil. 3-harf pesh o'qilsa, pesh o'qilgan hamza. 3-harf munosib vaqtda babning ayn deb turli qoida bo'yicha babning ayni pesh o'qilsa, pesh o'qilgan hamza, babning ayni zir yoki zar o'qilsa, zir o'qilgan hamza akib bir qana qilamiz. Masalan, boshqa cho'ng pillardim shu, masalan, boshqa bablarning pillardim aslında farqlanmay chiqadi. Mushu bo'yicha fe'l mudori'dan qana qilamiz, olimiz amrni. Amrning umumiy chiqish ahvoli fe'l mudori'dan bo'ladi. Agar biz bayatdan chiqish jarayonida yansuruda ra'ni pesh qildik, yani abtashildik, nun sakin bilan so'zni boshlash qiyin o'g'ach hamza kelib dedik. Agar fawqul adda sakin bo'lmay harakatli bo'lib qolsa hamza ketmaydi. Masalan, yaqulu, qala yaquludiki qopni yaquludiki lamni sakin qilamiz. Yaqul, vawni sakin, lamni sakin, vawni abtashildik, yaqul. Ya harfini abtashildik, qul. Qop harakatli bo'lgan bo'lg'achqa bu yerda hamzaga hech qanday ehtiyoj yo'q, shuni akab bermadik. Ba yabiu aynni sakin qildik, ya bilan aynda ikki sakin bo'lib qoldi, yani abtashildik, yabi oldi, yani harf mudoriyatni abtashildik, bi. Hech qanday bir hamzaga ehtiyojimiz bo'lmag'achqa bi qoldi. Mushu bo'yicha amrini biz chiqarib o'rgangan, shu maktabimizda hadidin ortiq alohida mazmunmi yo'q, shu bo'yicha o'tib ketamiz. Endi o'z kitob qaranglar. Amr fil deganimiz kalimatun va kalimaga tava bir so'z bo'lib fa'il muxatabdan ikkinchi shaxs fa'ildan harakatni talab qilishni ifodalaydi. Mana shu vaqtda bizning Uyg'ur tilimizda buyruq bil. Biz buni tushunsak buradan ma'laqa arabcha tushuntirilishda bir muncha hasham ketadi. Ani deb biz buyruq bil bas. Yani ikkinchi shaxs buyruq bil. Masalan idrib vaqdu irmiga o'xshash. Am bunun emrinin siğizliğinin şekli fiil mudari'den harful mudari'ye taşlanıdı avval. Xudbayatın degandek. Ondan keyin qaraladi, harful mudari'yatdan keyingi harf. Masalan, yadribudagi yana tashlagandan keyin dod demakchi. Sakin bo'lib qolsa, ya'ni yadribuga o'xshash. Hamza vasli ziyoda qilinadi. Pesh o'qilgan holda agar 3-harf pesh o'qilgan bo'lsa, masalan, yansuruda sad pesh o'qiladi. U hamza vaslini ziyoda qildi, unsur oldu. Zir o'qilgan hamza vaslini ziyoda qilinadi agar 3-harf zvar yoki zir bo'lsa. Maksuratan in fataha aw inkasara thalithu degan 3-harf. Zir yoki zvar bo'lib qolsa, zir o'qilgan hamzani ziyoda qilamizki, ya'lamu lam zvar bo'lib qolg'achqa i'lam. Yadribu zir bo'lib qolg'achqa idrib. Bunda shaklda aytiladi. Masalan, i'lam, idrib, istakhrij o'xshash. Agar mutaharrik bo'lib qolsa, har qanday fe'l-juma, masalan, fa'ala yufa'iludiki yani abtashladik. Qanday qildi? Fa'il. Fa harakatli o'g'achqa hech nima kelmaydi masalan. Mutaharrik bo'lib qolsa, hamzaga hojat yo'q vaqtda. Masalan, id va nimo hasib. Va'ada ya'idu. Yani abtashladik, id ayn hareketlik ahirisining sakin bo'lish tabiiy ahvolchimi? Hasaba yuhasibuda yana tashildiq ha hareketlik o'qishga hamzaga hojat yo'q. Dal mushundan if'al babini af'ala yuf'il babini mushu hamzaga hojat yo'q babdan. Nima ish qadasa deyishim mumkin. Masalan, akrama yukrimu desa, yana tashlasak kap nima qildi? Sakin qildi. Undan keyin hamzaning birini ziyoda qilish mumkin. Asli akramanınki fil mudari ise yuakrimu. Biz emir chiqirdigan vaqtida yukrimu deganni asliga qaytirib, yuakrimuga qaytirib, ondan keyin emir chiqiramiz. Yuakrimuda yana tashildiq, akrim qolib qoldi. Shunlashqa af'ala babininki emrisimi ham fil mudari'ning harfi mudari'atni tashlatgandan keyin lam hamza akamasdan emir chiqiriladigan babdan masalan. Minhu babul ifal degani shu.
Endi biz baya aldığımız derslerimizde mazinin mebniligini tilgap ötken. Mazi xuddi zavarga mebniydi, peşki mebniydi, sukunga mebniydi emas ma. Endi emr fiili ise cezme alameti. Cezme alameti degan gibi dikkat qilamiz. Arab tilida cezmening alameti necha xil bo'ldi? Biz qaysi kuni fil mudari'ninki i'robning bayonida o'qib o'tdik. Cezmening alameti ba'zida iniq sukun, ba'zida oxirgi harfning qanaqlanib ketishi, tashlanib ketishi bo'ladi. Masalan, idribda iniq sukun bo'ldi jazm alamati, o'g'zu oxirgi harf tashlandi. Irmi is'a idribada oxirgi nunning uchib ketishi, idribuda nunning uchib ketishi, dahrijda iniq sukun. Masalan, ba'zida nunning uchib ketishi, ba'zida harfning uchib ketishi, ba'zi iniq sukun jazmning alamati bo'ldi. Amr mushunga mabni degandan keyin ham alohida boshqa gap yo'q, mishada masala tugaydi. Bugungi darsimizning ikkinchi mazmuni majhul fil. Biz hozirga qadar misol keltirgan fillar, o'rganayotgan fillar hammasi aniq darajadagi fillar. Qildi, atdi. Endi ehtiyojimiz, so'zlash ehtiyoji, jumla ehtiyoji ba'zida aniqsiz darajaga keltirishni taqozo qildi. Biz xuddi marfuatning ikkinchi turida maf'ul ma lam yusamma fa'iluhu, ya'ni naibul fa'ilda bir dona turini o'qigan marfuatning ichida bu bir jumlaning fa'ili tashlanib maf'ul fa'ilning o'rnida turg'izilish ehtiyoji tug'iziladi. Shu ehtiyojda biz ma'lum filni majhul filga aylantirib qildi degani qilindi, urdi, urildi masalan. Mandaq shaklda qo'llanamiz. Bizning hozirgi bugungi darsdagi masala uning marfuat taraflari, marfuat munosabatlik taraflari yoki mazmunga munosabat taraflari emas, faqat shakli qanday bo'ladi. Qanday shaklda o'zgaradi desa, buning o'zgartish shakli intayin oson. Mazida 3 harflik yoki sulasi bilan, shu meni sulasi mujarrad 3 yoki 4 harflik fillarda 3 yoki 4 yoki bunda o'ylamasam bo'ladi. Oldida hamza vasli bo'lmagan va zoid ta bo'lmagan fillarda, hamza vasli bo'lmagan, zoid ta bo'lmagan fillarda. Aslab qaqaylanda bo'lsa, darobaning oldida hamza vasli yo'q ve zaid tamu yok. Ekremenin aldıda hamz vesli yok ve zaid tamu yok. Fa'alenin aldıda hamz vesli yok, zaid tamu yok. Fa'alenin aldıda hamz vesli yok, zaid tamu yok. Muşunun o'xshagan fillarda birinci harfni peş, ahirinin aldığını zır qilsanglar majhulning masalasi bitadi. Bu birinci türü. Mesela birinci harfni peş olgan keyin du, ahirinin aldı zır. Riba, uk, rima. Fu'ila, fu'ila. Mana bunga o'xshashlar. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida. Oldida zaid ta bo'lgan fillarda. Masalan, bu fillardan tafa'ala bilan tafa'ala va. Bu ikki xil filda birinchi va ikkinchi harf pesh, oxirining oldi zir. Masalan, ta'allamada birinchi, ikkinchi harfni pesh qilmoqchi bo'lgan ekan ta a degandagi ta bilan aynni pesh qilamizki tu'ul lima. Oxirning oldi zir. Tu'ul lima. Tadaraba deganni tudu riba. Ikki xil pilva. Ma ikkinchi qoida. Uchinchi qoida avvalida hamza vasli zoid bo'lgan pillarda, hamza vasli zoid bo'lgan pillarda birinchi va uchinchi harfni pesh qilamiz. Masalan, istaxrajat majhul qilmoqchi bo'lsak, birinchi harf hamza, uchinchi harf ta. Ustuh oxirining oldi zirki rija. Ustuh rija. Mana bu 3 qoida va mazi haqida. Bu 3 qoidani tutib olsak, bo'ldi bas, majhulning shakli bizning oldimizda aniq masalaga aylanadi. Qoida bir ya. Birinchi qoida. Avvalida zoid ta va hamza vasli bo'lmagan fillarning birinchi harf pesh, oxirining oldi zir. Avvalida zoid ta bo'lgan fillarning birinchi, ikkinchi harfi pesh, oxirining oldi zir. Avvalida hamza vasli bo'lgan fillarningki birinchi, uchinchi harfi pesh, oxirining oldi zir. Mushu bo'yicha qilsak bo'ladi mozining ahvolida. Mudori fillarda mudoriyat harfini pesh qilsak, har qanday bobning oxirini oldini zivar qilsak ham bitadi. Masalan, yadribu, yudrabu, yukrimu, yukramu, yuhasibu, yuhasabu, yuallimu, yuallamu. Mushunga o'xshash ma'nosi bo'ladi. Qolgan tarafi intayin oddiy, ondan keyin
ecvab babning mazilarida talaffuz jihatda bir ikki xil, uch xildek talaffuz bor. Masalan, ba'ani bi'a, bu'a, bu'a shaklda. Qalani qila, qo'yila shaklda. Yani ishmon bilan yoki boshqa shaklda o'qisak bo'ladi. Mush ahvollar bilinsa qolgan jihat faqat masala emas. Undan keyin qolgan o'zgarishlar, odatda sarfiy o'zgarishlar shu. Odatda sarfiy o'zgarishlarda yaning oldi, vovning oldi, alifning oldi sezgur. Zuvar zirpash harakatlar bilan ya alif vo kelib qolsa ba'zi bir o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, ba'a yabi'uda yabi'uni majhul o'zgartmoqchi bo'lsak, yani pashga o'zgartimiz yu. Bay'u bo'ladi asl to'g'risi. Yu bay'u. Endi bilamiz ya sakin oldi zorib qolsa, nimaga o'zgartimiz uni? Alif o'zgartimiz yuba'u. Mushunday o'zgartishlarni biz sarf darsida so'zlagan, shu yerni qolgan o'zimiz qilib olsak bo'ldi. Ammo umumiy qoida mana hozir deganimiz shu. Andoz kitob qaraydi. Al-fi'lul majhul. Majhul fe'l degan nima desa, fi'lun lam yusamma fa'iluhu. Fa'ilisi tilga ilinmagan degani fa'ili tashlangan. Fe'l majhul deganimiz. O shuna bir fe'lki fa'ili tashlanib, maf'ulun shuni o'rni turg'izilgan mutaaddi fe'lga xos qilinadi. Ba'zi lozim fe'ldan chiqadi lekin mutaddi fe'ldan emas, lozim fe'ldan chiqadi. Buning mozidagi alomati mana. Birinchi harfi pesh bo'ladi, oxirining oldi zir bo'ladi. Avlida hamz vasli va zoid tavommagan bablarda. Bayatman degan birinchi qoida shu. Avlida hamz vasli yoki zoid tavommagan fe'llarda birinchi harf pesh, oxirining oldi zir bo'ladi. Duriba, duhrija, ukrima, fu'ila o'xshash. Avla va ikkinchisi mishada bir gap kam qiliqli kitobda. Sizlarning kitobda shunday bo'lib qolsa, o'zgartirib o'tinglar. Ayyakuna awwaluhu va thanihi deb. Birinchi harfi va ikkinchi harfi pesh bo'ladi, oxirining oldi zir bo'ladi. Avlida zoid tavog'an bablarda tafa'ala bilan tafa'ala babida, masalan tafaddalani majhul qilsak tufaddila, taqawwani majhul qilsak tuqviya, mush shaklda qilsak bo'ladi. Üçüncü xil shakli va yakuna awwalu harfin mutaharrik minhu va thanihi mishadimi yana thanihi degan bir gap tushib qoliqliq ha. Mushu fe'ldan avvalgi harakatlik harf mazmum va uchinchi harf mazmum bo'ladi, pesh o'qiladi, oxirining avlida. Avli zir o'qiladi, qanday yerda desa fi ma awwaluhu hamzatul wasl. Ya'ni avlida hamza vasl bo'lgan bablarda birinchi harf bilan uchinchi harf pesh bo'ladi. Maktabda ikki yerde sanihi, salisuhu diye ikki gap tushib qolibdi. Ayyakuna awwaluhu va salisuhu. Sanihi. Üçüncüsü de ayyakuna awwalu harfi mutaharrik minhu ve salisuhu mesela. Üçüncü harf mazmuman ve ma qabla ahiri maksuran fi awwaluhu hamzatu wasl. Buna şekil tushunsak bo'ladi. Mesela istakhraja, ustukhraja. Iqtadara, uqtudira mesela. Demek ki hamza agar kirgizu tilinmasa degani odatda so'zlar qo'shib o'qilgan vaqt hamza vasli qo'shib o'qitildi emasmi? Qo'shiblam o'qitilmasa, avliga o'sha pashga agish o'qiladi, mazmun muayyan pash o'qiladi. Ustuxruja hamda oldiga kirgizu tilinsa u boshqa. Andikin mazinin meselesi tugudi. Mudari meselesi tugudsa, mudaratdagi majhul fe'lning alomati harfi mudariyat mazmun bo'ladi, pash bo'ladi, oxirining oldi zar bo'ladi, tugaydi. Har qanday babda yudrabu, yustakhraju o'xshash illaki mufaalat, if'al, taf'il, fa'lala va uning qo'shimcha boblari degani ma'ulni pesh qilib yurmasakmi aslida pesh. Ma'nodagi alomat oxirining oldidan zo'r o'qish degani, chunki aslida pesh o'qishqa biz pesh qilib yurmasakmi bo'ladi. Ammo kalimizni shunda ang'sindirib olsak bo'ladi. Mudori boblarning hammasida avvali pesh oxirining oldi zo'r o'qib qolsa majhul deb tushunsak bo'laveradi. Ammo yani aniqlash uchun ma tilg'ilingan mufaalat, if'al, taf'il, fa'lala ma'noga o'xshagan boshqa bablarda hamza vasli, hamza harfi mudariyat azaldan ma'lum holatidan pesh o'qishqa o'zgartib yurish hojatsiz deb turib, shu oxirini oldin zo'r qilsang bo'ladi. Lekin bizning tushunishimizda shu fe'l mudari'ninki avvali pesh, oxirini oldin zo'r bo'lib qolsa majhul bo'laveradi deb tushunsak bo'laveradi. Yuhasabu yudahraju o'xshash. Andaki majhul fe'lning ajvab alomati fa'ning fe'lning fa'si modisidan zir bo'ladi deb mana qila bi bu asli mundalam qoida tushsak sizga nisbatan tushunarsiz bo'lib qoladi. Aslisi o'sha qila bi alarning aslisi quvila buyi'a chiqadi. Quvila buyi'a. Yog'i harakat, vovga harakat eg'ir keldi, quyla buyi'a qilgan. Undan keyin majhullikning alomati olsin deb oldini zirga o'zgartganda qila bi adab mandaroq chiqadi. Shunga chiqib buningda mana bir
bahanasi va yoki aslidagi buning bir quvviyla bu asli o'g'achqa buning o'qishlarida bir necha xil o'qish to'g'ri men bayatim degandek. Andan mudari ajwafning ayni alif o'zgartirilgan bayatim degandek yuqalu yubasa yuqvalu yubya'u asasi. Bu harakat eg'irkalt oldiga o'tgan bo'ldik. Yuqawlu bo'ldi, yubay'u bo'ldi. Andan keyin vav ya oldi sakin, uzi sakin oldi zarb qas alif o'zgartirildi. Yuqalu yuba'u bo'ldi. Mazida alif, mazi majhulda alif mufaala tafaala babın vav o'zgartirildi. Bu shu bayatman deganda qoida. Masalan, qatala desa, biz buni bayatdan babga selib birinchi harfi pesh, oxirini oldi zirqildik emasmi? Qa o'gandan keyin quvatila bo'ldi. Alif sakin oldi pesh vavni taqozo qilg'achqa vavni nima o'zgartirdik? Alifni vavga o'zgartirdik. Qutila bo'ldi. Tu'uhida bo'ldi. Buni hammasini kama'arafda fit tasrif biz sarfda qanaq bo'lgan buni uynib bo'lgan bo'lg'achqa yadbak ortiq ko'rslab o'tmaymiz. Shuning bilan majhul filning masalasi mo oxirlashdi. Hamda kelayli 39-darsimiz fe'l lozim va fe'lul mutaaddi. Hamma bilan bilamiz darslarimiz oraliqida bundan ilgari o'qigan darslarimizda biz deb kelaylik odatda fe'llar o'zining fa'ili olan mazmuni to'liqlansa, mazmun tamam bo'lsa, bunda fe'limiz odatda lozim fe'l deymiz. Ya'ni o'tumsiz fe'l deymiz. Agar fe'lning ma'nosi fa'il olan, fa'il bilan kufayilni to'liqlanmay maf'ul qilishni taqozo qildi. Masalan, qama Muhammad desa, Muhammad o'rnidan turdi desa, qarshi taraf tushungandek bir mazmun chiqdi buningdan. Bir jumla bitdi degan gap. Ma'ni biz lozim fe'l desak, daraba Muhammad desa, Muhammad urdi desa, tabiiyki qarshi tarafning qalisa birdan so'roq belgisi qolib qoladi. Kimni debdi? Shu kimni degan savol kelib qoldi. Buni to'liqlash uchun, qarshi tarafdan savol chiqmaslik uchun ma fe'lni fa'il va maf'ulun bih to'ldirish bilan birga akasak, andan keyin mazmundan tushunildi. Muhammad Ahmadni urdi. Muhammad Ahmadni urdi desa, ma jumla andan to'liqlanadi. Mushundan qarab turib, bayatdan qadar fa'illar mazmuni to'liqlanadigan, qarshi tarafga to'liq hukmni beradigan fe'l lozim fe'l, o'tumsiz fe'l deyilsa, fa'illar bo'ldi qilmaydigan, maf'ulun bihidan taqozo qiladigan, maf'ulun bih kamisi ma'nosi to'liqlanmaydigan fe'llar fe'l mutaaddi hisoblanadi. Şoň aptur bugunki dersimizde hazır 39 dersimizde mavzuni al-fi'lul lazim vel mutaaddi dep isim koydu. Ötümsiz fe'llar ve ötümlük fe'llar. Fe'l yanqasimu ila qismayn. Fe'l ikkiga bo'linadi. Birincisi al-fi'lul lazim, yani ötümsiz fe'llar. İkincisi asla qaranglar, al-fi'lul mutaaddi, ötümlük fe'llar. Lazim fe'llar deganimiz ve huwa ma yadullu ala mujarrad wuqu'il fi'li min dun at-ta'addi ila al-maf'ul. Yani u olsumu şirketning yuz berganligini la ifodalaydi. Mujarrad degani yuz berganligini la ifodalaydi. Maf'ulun bihqa o'tmasdan. Yani mazmun maf'ulun bih taqozo qilmaydi. Masalan, zahaba Sa'id. Birisi kirdi, Sa'id qanisi? Ketdi, tugaydi degan. Masalan, şu Sa'idning ketganligi tushunildi degan gap. Ama mutaaddi fe'l tutulsa ve huwa ma yeta'adda ila al-maf'ul to'ldiruvchi o'tudi fe'lning ma'nosi nimishqa to şirketning shuning ustiga tushganligini ifodalash. Endi bizning uyg'urcha aytsak, uyg'urcha tushuntirsak, fe'llarda kimni, nimani degan savolni taqozo qilmagan fe'llar. Bunun bo'ladi. Yoki shunga javob olib kelmagan fe'llar lozim fe'l bo'ldi. Kimni, nimani degan savol chiqqan jumladagi fe'llar bunun bo'ladi mutaaddi fe'l deb tushunsanlar bo'ladi. Maf'ulga o'tidi. Maf'ul kerak deganda ba'zi fe'llarning mazmuni bir maf'ul bilan bo'ldi tamomlanadi. Ba'zida ikki maf'ul, ba'zida uch maf'ulni taqozo qilgan ahvollar bor. Davotidi fa yata'adda ashu fe'l tuvandagidek 3 xil maf'ulga o'tidi. Birinchisi ila maf'ulun vahid, bir maf'ul. Masalan, nasara Sa'idun, Ja'faran Sa'id, Ja'farga yordam berdi. Ja'farga yordam berdi. Ja'farga bir lam. Ikki maf'ul vujudga ahvollar bor. A'ta Sa'idun Ja'faran dirhaman. Sa'id Ja'farga bir dirhamni berdi. Ma'da birisi Ja'far birinchi maf'ul, dirhaman ikkinchi maf'ul. Ana ma ikki maf'ulda ikki maf'ulni birini qisqartirasam bo'lgan grammatik jihatdan xato emas. A'taytu Zaydan, a'taytu dirhaman deb. Lekin alima babida, ma dil filning babida ikki maf'ulni birga qisqartirsa bo'lmaydi. Masalan, alimtu Muhammadan fadilan. Muhammadni fadil deb bildim desak, alimtu degan fil kelishdan ilgari Muhammadun fadilun mustaqil muslaylik bir jumla olib chiqqan, ma ikkisini ayirib o'tish bo'lmaydi. Ammo mayada ma ikki maf'ulda a'tada unda aslida Ja'faran bilan Zayd dirhaman muslaylik qurblik emas. Birini tashlab olsak hech nimaga ta'sir etmaydi. Ma nuqtadan. Üçüncüsü 3 maf'ulga o'tadi fillar ba'zi fillar. A'lamallohu rasulahu aliyan
Ama yadalaqa bir xil şeyning misaldek misal keltirib qo'yapti. A'lamallohu yakomsa a'lamtu Muhammadan Ahmada fadilan desa. Men Muhammadga Ahmadni yaxshi deb bildirdim desa. Ahmad Iroqdan keldi. Muhammad mening do'stim. Muhammadga Ahmadni yaxshi deb bildirdim desa. A'lamtu fil fa'il. Muhammadan birinchi maf'ul. Ahmada ikkinchi maf'ul. Fadilan üçüncü maf'ul. Bunun ichidagi diqqat qilsanglar, eng oxirgi ikki maf'ul, üçüncü bilan ikkinchi maf'ul asl musnad muslay. Ahmadu fadilun. Ahmadu fadilun. Andoğandan keyin bayatimiz degandek musnad muslay deb bir yolg'iz qo'yilmaydi. Qog'oz bo'li yurdi o'g'andan keyin hozir a'lamtu Muhammadan Ahmada fadilan degan mush jumlaning o'zida Muhammad yolg'iz, Ahmad Fadil ikkisi bir. Chunki ikkisi asl musnad muslim da xabarlik. Tashlab etish to'g'ri kelib qolsa, ya Muhammadni tashlab ikkisini qo'yib qo'yamiz, ya ikkisini qo'yib qo'yib Muhammadni qo'yib qo'yamiz. Shu bo'yicha bo'ladi. Asliga shunday qaytarsaqlam, bizning qaysini tashlab bo'lganligimiz chiqadi. Ya'ni shu 3 maf'ulga o'tadigan pillarning qatoridan ara, amba, akhbara, khabbara, haddatha deganning hammasi shu. Mushkil pillarning hammasi deb bayatni degandek tushunsanlar bo'ladi. Endi ma 6 pilda avval maf'ul ve ahirki iki mef'ul. Vel mef'uleyn ahireyn. Maliki bunda şekilde deydim ya, hata yazıp kalgan modu. Vel mef'ulul evvel vel ahireyn. Avvalki mef'ul ve ahirki iki mef'ul. Ataytu babınınki iki mef'ulun birge okşaydı. Kıskırışının durusluğu degeni. Ya birinci mef'ulunu taşlasak buludu, ya ikinci, üçüncü mef'ulunu. Çünkü ikinci, üçüncü mef'ul bir, birinci mef'ul bir, ikisi ayrı. Man taşlasak mı buludu ya, ikisini birle taşlasak mı buludu? A'lamallahu Sa'iden deb to'xtasak mı buludu? Yoki a'lamallahu Zeyden Fadilen deb to'xtasak mı buludu mesela? İkincisi, üçüncüsü bilan alimtu babının ikki maf'ul o'xshagan ikkisi bir-biridan ayrılalmaydi. Alimtu babının ikki maf'ul olgan bilan asli muslim mubtada xabarlik, muslim muslaylik birikma emasmi? Ma a'lama babidimi? Oxirgi ikkinchi, uchinchi maf'ul Ahirki ikkinchi, uchinchi maf'ul ikkisi musnad muslaylik birikma. Ma ikkisini ajratib etgan olmaydi. Tashlasak ikkisini birga tashlaymiz yoki birinchi maf'ulni tashlaymiz mushu bo'yicha. Yani o ikisini birga qisqarishning to'g'ri emasligida. Shu a'lamtu Sa'idan khayran nas deb o'tirda alin tashlab qilmaydi. A'lamtu Sa'idan aliyan khayran nas. Sa'idan birinchi maf'ul, aliyan ikkinchi maf'ul, khayran nas uchinchi maf'ul. Tashlash to'g'ri kelib qolsa, ya Sa'idanni tashlab ikkisini qoldirib qo'yamiz yoki aliyan khayran nas ikkilisini tashlab Sa'idanni qoldirib qo'yamiz. Agar taqozoq maqom shunda taqozoq qilib qolsa, grammatik jihatdan to'g'ri xatolik masalasi. Bo'lmasa Sa'idan aliyan khayran uchinchisi keladi. Buning ichidagi aliyan khayran nas ikkisi bir. Sa'idan bir. Bunda asli so'zning jumlaning asli qurilmali qoldi. Tashlash to'g'ri kelib qolsa, ya man tashlaymiz ya ikkisini tashlaymiz. Mushu bo'yicha muomala qilsak bo'ladi. Bu endi lozim mutaaddiblarning ahvoli. Endi keldik dilfillarga keldik. Mush dilfillar ko'pincha o'quvchilarimiz eziqadigan pillar. Dilpilla deganning o'zidan chiqib turibdi atalg'usidan. Bu deganda qalbdagi hukmlarni ifodalaydigan pillar. Ammo ba'zi o'quvchilarimiz tarjima qilgan vaqtda dilpillarni xato tarjima qilib oladi. Odatda dilpillarninki dilpillari ma'nosimi bor, odatdagi pil ma'nosimi bor. Bu ikkisini farqlantirish tarjimaning to'g'ri chiqishiga favqulodda ta'sir ko'rsatadi. Mushning hamda farqlantiradigan usul grammatikada ifodalanadi. Dilpil olgan vaqtida ikki maf'ul ketadi. Dilpil olgan vaqtida, odatdagi pil olgan vaqtida ikki maf'ul ketmaydi. Odatdagi normal pilga o'xshash bir maf'ul ketadi ya ketmaydi ba'ziga. Mushni farqlantirgandan keyin an tarjima qilgan vaqtimizda dilpillar tarjima qilamiz. Dilpillar emasni odatdagi pil tarjima qilamiz. Masalan, shu alima degan pilni dilpil olib qolsa, qalbida bir ishni bilish degan gap. Men bilishimcha falan bunda ekanda degandek. Odatda dilpillar bo'lmagan vaqtida bilmagan narsani bilish. Mani bilib oldim-ku, mao bilish. Bilmagan narsa, uqmagan narsani bilib olish odatda. Vajada desa, bir ishni qalbida his qilish, dilpili. Yutib ketgan kitoblarni tepish odatdagi pil ma'nosi. Va boshqa pillarni shu asosda sal turib tarjima qilamiz hammani. Shu ma dilpillarining ma'nosiga favqulodda diqqat qilish kerak, chunki bu intayin muhim. Abtur davatudu af'alul qulub dilpillari va hiya af'alun tufidul yaqin aw rujhan. Bular ya qalbda bir ishga jazm qilganni yoki bo'lmasa kuchlik ehtimolni ifodalaydi. Masalan, kuchlik ehtimol deganimiz mening bilishimcha, ma bir xil kuchlik ehtimol
o'ylashimcha, masalan, bilishimcha degan yaqin bo'lib qolsa, o'ylashimcha degan kuchli ehtimol bo'ldi. Sal turib planni ham chiqiramiz. Alimtu degani bildim degan gap, yaqinni ifodalaydi. Ya'ni bilmagan ishni bildim emas, ma ishni mandaq deb bildim. Masalan, alimtu Muhammadan aliman. Men Muhammadni haqiqiy bir o'lima deb bildim, qalbdagi o'qim. Zanantu o'yladim. Boshqalarning gumonlanishi emas, mavzu, o'ylash. Gumonlanish bo'lib qolsa odatdagi pil oldu. Hasibtum shu. Da bir ishlarni hisob qilish bo'lib qolsa, o odatdagi pil oldu. Ammo o'ylash bo'lib qolsa, ichida hisobni ichida qilsa, falani bunda qildi, falani bunda o'xshaydi. Juma degandek bunda hisob qilsa, ma'lum bo'ladi dil pil oldu. Xiltu, mushu zanantu, hasibtu, xiltu uchlasi o'xshash ma'noda. Odatdagi pil holatimi o'xshash, gumon pil holatimi emas, dil pil holatimi o'xshash. Ra'aytu, ko'zlam ma ko'miga odamni ko'rdim desak, odatdagi pil bo'ladi. Ammo mana kallada qarash, masalan, men uni taqvo ko'rdim deb qo'yamiz. Yangi kelgan saboqdashimizda qarab, men uni xili taqvo ko'rdim deb qo'yamiz. Ra'aytuhu muttaqi masalan. Ra'aytuhu degandek bir har xil fodilat masalan, har xil sifatlarni sifatlasak bo'laveradi. Ammo masala qalbdagi kurash masalasi. Zahamtum o'xshash. Odatdagi filoga vaqtda gumon qilish degan ma'noda, dil filoga vaqtda qalbda o'ylash ma'nosida. Tarjima qilgan vaqtda cho'qim ikkisini farqlanib tarjima qilishak. Vajadtu odatdagi filoga vaqtda topdim ma'nosida. Dil filoga vaqtda his qildim degan ma'noda, his qildim. Bu fiillarning hammasi mubtada xabarning ustiga kiradi. Shu mubtada xabarini maf'uliyatlik asosan zavar qilib, nasb qilib degani ma kirgan maf'ulun bihla, ikki maf'ulun bi aslida mubtada xabar. Masalan, alimtu Zaydan fadilan, zanantu amran aliman. Men Zaydni fazilatli odam deb bildim. Amrini olim deb o'yladim, buni qalbda o'ylash. Biz oldingi mazmunda alima bobining ikki maf'ulun birini tashib chiqib bo'lmaydi deb emasmi? Chunki bu aslida musnad muslaylik birikma. Garchi hozir grammatik nuqtadan ikkilisi maf'ulun bih deb hisoblansa-mu, lekin mazmunning tigidan musnad muslaylik bo'lib qolgachqa, bular tushib ketsa mazmun qanaqlanmay qoladi, to'liqlanmay qoladi. Chunki dil pillari jumlada asosiy mazmunni o'ynayolmaydi. Cümlenin asası çünkü mesela muş bilini misalga alsak, alimtu Zaydan fadilende. Başqalığı demekçi olan gepinlanayım o. Ben Zaydni faziletlik adam deb bildim, o yaxshi adam deb bildim dedim. Muşu cümlemde başqalığı ifadelemek oğlum mening bilginim emas, balki Zaydning faziletlik adam ekanligi, yaxshi adam ekanligi. Ana o'ganda cümlenin asosiy maqsadlik biriki Zaydun fadilun. Bu ilgili musat muslilay. Hozir biz faqat dil pili qo'shib bilan jazmiy shaklda ifodaladik. Şu alimtu degan fe'l qo'shimcha rolni o'ynaydi. Asas rolni yana ikki maf'ul. Zaydan fa'il. Maf'ulun bih asas olamdu deb o'ylamanglar. Chunki maf'ulun bihning asli mustat muslaylik mubtada xabar bu. Shunlashqa mana ikkisining birini tashlab olmaydi. Maf'illarning bir xususiyatlari bo'lib, uning muhimlarini tushunib, birinchidan uning ikki maf'ulining birini qisqartirib olmaydi, ataydu babining aksicha dedi. Biz bayat hozir dedik bu gapni. Qisqartirib olmasligining sababi chunki jumlaning asosiy rukni ikisi ve bu ikisi mubtada xabar asli ve musnad muslaylik mazmun. Cümlenin asas mazmunu ikisi. Digilolmaydı, alimzadan digilolmaydı. İkincisi, ma pilni ilg'a qilish to'g'ri o'tirdi kep qalsa. Ma pilni ilg'a qilish to'g'ri o'tirdi kep qalsa degani alimto zanant degan pillar o'tirdi kep qalsa, tarjimani qilmay, grammatik jihatdan uningga ehtimomni bermasam bo'ladi. Masalan, Saidun alimun, Saidun zanantu alim. Masalan, zanantuni nimishqa tarjima qilmayman, chunki zanant degan gap shunda o'yildim. Bu gapni o'yildim deganda demasmi desam bo'lardi. Masalan, zanantu Saidan aliman. Saidni olim deb o'yildim. Demak, cho'g'ini Saidning olimligi. Zanantuni demasam bo'ldi, ammo normal kelgan tarjima. Ammo o'tirdi gap qolganligi, xuddi sizlar bizningki parang orliqida Said o'ylashimcha bir olim u. Degandek, jumla xuddi mubtada xabarlik jumladek, o'ylashimcha degan gap o'tirdi jumla qistirma jumladek, oldiganiga munosabati yo'q, qo'shib qo'ygan bir ta'kidli mazmundaklar bir xil tuyg'urdi. Said o'ylashimcha olim u desa, Said olim mubtada xabar, o'tirib zanantuning hech qanday roli yo'q. Tarjima qilmasimi bo'ladi. Yoki kim gap qolsimi shu, Saidun qoimun zanantu desa, Said o'rnidan turibdi. Mana shuni o'yildim endi. Desa, Said o'rnidan turibdi, mustaqil bir jumla. Zanantu degan gap xuddi ayrim bir bilakdak. Grammatik jihatini ta'sir qilmaydigan, ma'na jihatini ta'sir qildimsa bo'ladi. Ma yajuz degan gapning farqi bor. Qo'shib tarjima qilsanglar bo'ladi. Saidan qoiman zanantu desanglar bo'ladi, lekin ayrim etib, ayrim mustaqil bir jumla qilib o'tib, Saidun qoimun deb faqat ta'sir qilg'izmay, uni ayrim bir muomala qilsanglar bo'ladi demakchi. Mashkul alaylikka. Uchinchisi,
Ma ilg'a degan gap labzan ma'nan uni amaldan qoldirish degan gap. Uchinchisi, bu pilla istifhamdan ilgari tushib qolsa amaldan bekor qilinadi. Amaldan bekor qilinadi degani, ya'ni labzan amaldan bekor qilindi ma'nan emas. Masalan, alimtu as'aidun indaka am ja'farun desa, nimishqa labzan amaldan qoladi ma'nan emas desa, ma'ni jihatda logikaga intayin to'g'ri keladi. Men sizning qashingizda Said bamu, Ja'far bamu buni bilib qoldim degan gapda bu yerda. Ammo labzan jihatdan alima degan yaqinni ifodalaydi. Istifhom degan gap, so'roq degan gap, so'roq degan shakdan bo'ladi. Bu ikkisi bir-biriga ziddak o'g'achqa, shu yerda amalni bekor qilib o'tib, uning ma'mulun bihsi av deb digilolmaydi. Nefin ilgirmi şu, alimtu ma Saidun fiddar. Saidning men bildimki Said hoylada emas degan adam o'xshashlar. Alima bilish nefi bo'lmaslik masalan. Xuddi biz tek amaliyat to'g'risimi masalan. Labzan amaldan bekor qilinadi. Yoki lam ifdadim shu alimtu la Saidun muntaliqun. Lam ta'kidlash xuddi alimaning roli yo'qdek. Chunki alima jazm qilib qo'ygandan keyin lamning akamizin bo'ldi. Ta'kidlash ma'u. Ta'kidlash degan gap anda jazmga olmagan ishni ta'kidlaydi. Alima jazmni ifodalagan bo'lg'achqa, bu ikkisi labziy jihati ziddak bir xil tuyg'u qilib qo'yilgan bo'lg'achqa, shu alimtuninki rolini labzan amaldan qoldiramiz, ma'nancho emas. Endi bu yerdagi ta'liq deganning ma'nosi labzan amal qilmaydi, balki ma'nan amal. Mayadagi dilpillarining ma'nosi ijro qilinadi, lekin labzan yo'q. Lekin oyadagi ilg'o degani labzan ma'nan amaldan qoldirish deganlik bo'ladi. 4-chi alohidligi ma'pillaninki bularning fa'ili maf'ulun bihsi bir narsadan muttasil ishki zimir. Bir narsadan muttasil ishki zimir bo'lsa bo'ladigini fa'il maf'ulisi, masalan, bir odam dilpillarining ham fa'il, ham maf'ul bo'lsa bo'laveradi. Odatdagi fillarda o'z bo'lmaydi. Masalan, qataltuni, men o'zim o'ltirdim degan bo'lmaydi. Darabtuni degan bo'lmaydi. Bunda shaklda. Ammo dilpillarda bo'ladiki, alimtuni Fadilan desa, men o'zimning yaxshilamni keligini his qildim. Ma shaharga kelib, bu shahardagi odamning nacharligini ko'rib, o'zimni xili yaxshidek his qildim men. Zanantuni fadilan masalan. Degandek shaklda. Ya'ni alimtuni muntaliqan, zanantaka fadilan da bunda shaklda. Men ibora xato qilibdi. Alimtuni fadilan, zanantaka fadilan. Hey, sen o'zingni bir yaxshilamni o'ylab qolganmi? Deng, zanantaka fadilan degan shaklda. Bunda bir maf'ulun bihi bilan fa'il ikkilisi bir narsani olib qolsa bo'laverdi. Bir odam ham fa'il, ham maf'ulun bihi bo'laverdi. Endi men bayatın darsning başida alohida eskartib qo'ygandim, bu pilla dil pillari. Ammo ba'zi vaqtda odatdagi filmi bo'ladi bu pilla. Dil pillarmi bo'ladi? Dil pillar olgan vaqtda bayatın deganda ikki maf'ul ketadi. Ikki maf'ul. Odatdagi pil olgan vaqtda odatdagi pil qaylanadi. Shuni o'tkib qolsa bir maf'ul ketadi, taqozo mutaaddi bo'lib qolsa bo'lmasa kelmaydi. Shu abturmushni tushuntirib deyotdi. Ba'zida zanantu ittahamtu ma'nosidan gumon qildim degan ma'nosidan bo'ladi. Bu vaqt odatdagi fe'l. Alimtu araftu bilmagan narsani bilgan ma'noda odatdagi fe'l. Ra'aytu absartu ko'z bilan ko'rgan ma'noda odatdagi dil fe'l emas. Vajadtu yutib ketgan narsani topdim degan ma'noda, topish degan ma'noda bo'ldi vaqt odat. Bu vaqtida birla maf'ul jar qilsa bo'ladi. Dil fe'llaridan emas. Vajadtu kitobda yutib ketgan kitobni topdim. Mushunga alohida o'quvchilar diqqat qilish kerak. Dil fe'llar olgan vaqtda tarjimasi boshqa, odatdagi fe'l olgan vaqtda tarjimasi boshqa. Şundan bizningki 39 darsimiz oxirlashdi. 40 darsimizda biz af'olun naqisa va af'olul muqarabalarni so'zlaymiz. Endi af'olun naqisa bizning kitobimizning ism tarafida marfuat babida, mansubat babida biz pillarning hammani degudek ma'nolari, rollarini, ismisini pash qildigan yoki ismisini zvar qildigan, xabarini pash qildigan yoki zvar qildigan ahvollarining hammani so'zlab bo'lgan bo'lg'achqa bu yerda bizga nisbatan alayda qiyin tuyulmaydi. Ashhadu so'zlanmagan bir qism mazmunlarni so'zlasak qolgan yerlari oddiy. Af'olun naqisa mingla bilasizlar, jumlada asosiy musnatlik rolni o'ynamaydigan. Faqat qo'shimcha rolni o'ynaydigan. Odatdagi pillarga o'xshash fa'il maf'ulun bih talab qilmay, jumlaningki musnat muslayni o'zining ismi va xabari deb bo'lishni taqozo qiladigan bir bilik pillar bor. Bu pillar odatda 13 deb sanaymiz. Ba'zi kitoblarda mulhaqatlarini qo'shib 17 ga opirdi. Bu pillarning ma'nosini biz azdur ko'ptur marfuat babida, mansubat babida ancha-muncha so'zlaganda qilgan, meda qog'alarini so'zlaymiz. Abtur davotida al-af'alun naqisa, naqis pillar deganimiz af'alun, shunday bir pillarki wudi'at li taqriril fa'il ala sifatin ghayri sifati mustariha. Fa'ilni o'zining masdarining sifatidan boshqa bir sifatga muqarrarlashtirishsin. Ma bir nuqta qatqat qilgan. Odatda daraba Muhammad desa,
Muhammedni daraba degan fe'l nima bilan sifatlagan bo'ladi? Urush degan bir masdar bilan sifatlagan bo'ladi. Muhammad urdi debchi. Ammo af'ali naqsilda fe'lning mazmuni fa'ilga bekimaydi. Kana Muhammadun taliban desa, kanının mazmuni Muhammedni bilan Muhammad kanının mazmunini sifatlanmasdan taliban bilan sifatlanadi. Shu yerda o'zining masdarining sifatidan boshqa sifatlandigini, sifat degani hali sifat emas. Ish harakatni sifatlaydi. Af'ali naqsilda fa'il. Af'ali naqisning ismi hisobda. Af'ali naqislar bilan sifatlanmaydi, balki keyindagi ism bilan sifatlanadi. Saraqa Bakrun desa, Bakr o'g'rilik qildi desa, o'g'rilik qilish degan bir ish harakat bilan Bakr sifatlandi. Odatdagi fe'l. Ammo af'ali naqisda asbaha desa, Muhammad asbaha bilan sifatlanmaydi. Faqat bir xil qo'shimcha rolni o'ynaydi. Shu gap shu. Ya'ni fa'ilni bir sifatga muqarrarlashtirgan ish harakatini fa'ilga bog'laydi. Ammo bu ish harakat masdarining ish harakatidan boshqa ish harakat. Ya'ni shu fe'lning masdariniki fe'lga munosib fe'l faqat qo'shimcha rolni o'ynaydi. Masalan, bu fe'llar kana, sara, asbaha, hamsada biz shu marfuat so'z degan 17 fe'l shu. Bular mubza xabarini o'sha kiradi, buni o'rganib bo'lgan. Mubzani pesh qiladi o'zining ismi sifatida, ikkinchisini xabarini zabar qiladi o'zining xabari sifatida. Xabaran degan o'zining xabar qilib turib, masalan, kana Saidum qoyiman deydi. Mushu jumlani tarjima qilsak, Said o'rindan turgan edi deb tarjima qilamiz. Jumladan oladigan mazmunimiz Saidning idiligimi yoki turganligimi desa, Said nima bilan sifatlansa o'rindan turishdan sifatlanadi. Ana hozir kanunning roli nima desa, idi deb o'tgan zaman bilan bog'lash bas. Ana uni kanunning roli bir fe'l bo'lish sifati bilan asos rol emas, qo'shimcha rol. Shunga qo'shimcha o'g'achqa bunda fe'llarning ismi odatdagi normal fe'l emas. Naqisa, al-af'al an-naqisa. Buning ismi ma'vo. Endi kan 3 ga bo'linadi. Men kanunning boshqa ma'nosini aytib berganman. 3 ga bo'ldi. Birinchisi naqisa. Naqis deganimiz biz ustida hozir shu borasida ketib qolgan kanun shu. U o'simi uning xabarining fa'iliga o'tgan zamonda sabit ekanligini isbotlaydi. Ya'ni bayon degandek idi deb. Ammo mushu idi degan mazmun Allohning asmo sifatida boshqacha bo'ladi. Masalan, ya doiman degan va kana Alloh aliman hakim. Mishada idida qo'ltirishning o'zimi to'g'ri emas. Aqida babi bo'lgan vaqtda va kana Alloh aliman hakim. Alloh hakim alim abadiylikni, azalilikni ifodalaydi, bas boshqa bir gap yo'q. Odatda yaxshisi kaniga boshqa misollar kelgan yaxshi. Yoki munqati bo'ladi, kana Zaydun shaban desa, Zayd yosh edi shu vaqtida. O'tgan zamonda hozir yashamas endi. Ma'u kanunning naqsaldigini bizga davomli uchraydigan kanun shu. Af'ali naqis degan kanun shu. Tam degani kanunning odatdagi fe'l ma'nosidan kelgan yeri. Ya'ni biz ancha-muncha kanuni bo'ldi deb tarjima qilamiz emasmi? Shu bo'ldi shu. U o'smi sabata hasala ma'nosidan bo'lgan kanun, ish harakat bo'ldi, bunda ish bo'ldi, anda ish bo'ldi, nima ish bo'ldi degandagi bo'ldi shu. Kanal qitalsi urush bo'ldi. Hasal qitalini urush yuz berdi degan ma'noda. Bu yerda lug'at ma'nosini ifodalaydi. U vaqtida kanunimiz normal pillab tushunimiz, keynidagi kanunning ismisi emas, balki fa'ili. I'rob bergan vaqtimizda kana fi'l, al-qital fa'il deymiz. Ammo oldidagida kana af'alun naqisa, lafzul jalala uning ismisi, aliman hakima uning ismisi, xabar deb buna javob beramiz endi. Uchinchisi zaid. Zaid degani kana jumlada keladi. Ya lafzi jihatdan, ya ma'ni jihatdan rol yo'q. Ya'ni uni tashlab etsak, bi hazfiha uni tashlab o'tish orqali ma'na la yataghayyar. O'zgarmaydigan kana zaid kana bo'ldi. Masalan, Jihad ibn Abi Bakr tasama ala kana al-musawwamat al-i'rabi desa. Abu Bakrning ballarining isl atlarimi arablarning eng isl atlaridanmi büyük olib ketdi, oldiga chiqib ketdi desa, hech qanday qiyadan tarjima jihatda u bu jihatda kanunning ma'nosini topolmaysizlar. Ham hatto ala kanal musawwamatil irabi deganda musawwamati deb alaning ta'sirini zikr qildiki, kanunning nimasi yo'q, ta'siri yo'q. Faqat she'r zaruriyatini yusidan akab qo'ydi bunda qurullarda. Bo'lmasa hech qanday bir nimasi yo'q, buningki kanunning roli yo'q. Hayır. İkincisi, şu ef'al-i naqisning ikincisi sara. Sarani biz o'tganda bo'ldi deb tarjima qilgan. Bo'ldi degani bayatidagi yuz berdagi bo'ldi emas. Bir narsa bo'ldi. Masalan, bir narsani qo'yib qo'ysak, masalan, xamirni akilib, tunurga yoqsa, xamir non bo'ladi masalan. Bir narsani pishirib qozonga solib qo'ysa, un nim bo'ladi, tamoq bo'ladi masalan. Demak, bir holatdan bir holatga qanday qilgan o'zgargan.
Bir halatdan bir halatga o'zgargan. Ya'ni arabchada intiqol degani bir halatdan bir halatga o'tgan. Masalan, Sara Zaydun qani Zayd bayoldi degan gap bo'lsa, bay emasdi, endi bayoldi degan gap. Bunda o'zgarish. Ishga bo'ldi o'xshamaydi, bayatdan bo'ldi, yuz berdagi bo'ldi. Ma'o bunda o'zgaradagi bo'ldi. Uyg'urdagi til mufralaqa, mutaradif lafzi mushtaraklarning qatoridan. Anikin asbaha amsa azha deganlar birisi tong, birisi kech, birisi chashqa vaqt degan gap qolgan jihat yo'li o'xshash, mushu zaman farqidan boshqa yerida. Bular deydi jumlaning ma'nosini shu vaqtga yaqinlashtirishni dalolat qildigani, keyindan kelgan jumla shu vaqtda yuz bergan bir jumlaga aylanadi. Masalan, asbaha Zaydun zakiran desa, Zayd tong otqizib, muzokira qilib tong otqizdi desa, muzokirasiz tong otqanda bo'ldi masalan. Ya'ni tong otgan vaqtida u muzokira qildi yoki zikr qildi degandek ma'noda. Yoki tong vaqtida kirdi, ano'g'andan keyin tush vaqtida kirdi, kech vaqtida kirdi. Mayli hammasiga shu ma'no ma'noda. Amsaytu bil Qohira desa, Qohiraga kech o'g'anda kirdim. Masalan, hayna tumsun va hayna tusbihun desa, kech kirganinglarda, tong otganda kirganinglarda degandek ma'noda. Masalan, shu o'rinda. Amsaytu bil Qohira. Men Qohiraga kech o'g'anda kirdim. Asbahtu fil Qohira desa, Qohira kech o'tganda kirdim degandek ma'noda bo'ladi. Ondan zalla batının ma'nosini men shu marfuat tushundirgan zalla kunduzni, ba'da kechini ifodalaydi. Ya'ni kunduzni o'tkazdi, kechini o'tkazdi, ma'o naqis ma'nosi. Ya'ni bu ikkisi jumlaning ma'nosini shu ikkisining vaqtiga yaqinlashganligini keyindan kelgan jumla shu kecha kunduz degan ma'noga jumla vaqtga bog'laydi. Manda vaqtda af'al naqisi bo'ladi. Masalan, zalla Muhammad mujtahidan desa, bir kun kechgacha Muhammad tirishdi degan gap hamda. Bir kun atdigandan kechgacha. Ba'da Muhammad baqiyan bir kecha yig'lab chiqdi degan gap. Kechdan tonggacha yig'lab chiqdi degan gap. Ba'zida sara ma'nosidan bo'lgan gap bo'ldi degan ma'nosi bor. Masalan, va iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan. Ya'ni yuzi o'zgardi deb tarjima qilisizlar demaydi. Bu sara ma'nosi degan gap tarjimasi o'zgardi degan gapda. Undan keyin mazala, mabariha, mafatiya, manfakka degan ma pillarning hammasi xavrini payliga subut bilan hudus o'xshamaydi emas. Subut degan ma'adam davomliq mashta oldi degan gap. Shu bularning hammasini hamisha oldi, davom bo'ldi, hel ham shunda bo'ldi, davomlashdi degandek tarjima qilamiz. Bular harfini fi davomliq birlik qiladi. Mazala Zayd amiran desa, Zayd hel ham amir bo'lyotdi. Hel hamning bo'lyotdi, amir bo'lyotdi. Heligacha 10 yil ilgari o'sha amirda, hozir men amir bo'lyotdi degan gap. Ya'ni ish qotsa desa, maziltu mudarrisan. Hel ham o'qitishlik qilyapman. Hozir qadar bikama desa, maziltu bila amal masalan. Hel ham ishsiz taha masalan. Andikin madama bir ishga vaqt o'qitish, bir ish degandan keyin madamning oldida bir jumla keladi. Shu jumladagi ma'lum bir mazmunga vaqt belgilaydi. Qanda vaqt desa, xabrining fa'iliga sabit bo'lganligini keyindan kelgan jumlaning vaqtini oldidagi jumlaga beradi. Masalan, aqumu madam al-amiru jalisan. Amir o'ltag'an holatda yoki o'ltag'anmi desam men o'rturaman. Men o'tsam bo'lmaydi. Amir o'tirib paran qilyapti, men cho'qim o'rturishim kerak degandek ma'noda. Andikin laysa jumlaning mazmunini hozirgi zamonda nafi qilish ifodalaydi. Ba'zida mutlaq hozirgi zaman degani hozir unda emas, bunda tarjimada emas deb tarjima qilindi. Bunda bo'lmaydi, atmaydi emas. Emas. Masalan, laysa Zaydun qamansa Zayd hozir o'rturuliq emas. Hozirgi vaqtni ifodalaydi. Qolgan ahkomlarini va qad arafta baqiyat ahkam ma billarning qolgan ahkomlarini birinchi qismda sizlar bilib bo'ldinglar. Fala nu'iduha. Hozir bu yerda so'zlab o'tmaymiz. Endi keladiganimiz hozirgi darsimizdagi ikkinchi mazmun af'alul muqaraba. Endi biz odatda bir mazmunlarni ifodalashda bunda bulay deb qoldi, bunda bo'g'li oz qoldi, bunda qig'ili qopdi degandek bir xil iboralarimiz bor bizning. Masalan, yat qilyaptimi? Qig'ili tas qoldi. Bunda qilayla deb qolgan, oz qoldi, qil qoldi degan iboratlar ifoda. Mushularni ifodalaydigan fe'llarni arab tilida af'alul muqaraba deymiz. Ya'ni af'alul muqaraba deganimiz fa'ilning, xabarning fa'iliga yaqinlashganligini dalolat qilishni tayinlangan fe'llar. Tarjima qilgan vaqtda men hozir bayatni degandek tarjima qilsanglar bo'ladi. Bu fe'llar 3 turlik bo'lib, birinchisi rija'ni ifodalaydigani ishga yaqinlashdi, ammo umidimiz billi bor. Haqqında to'y qilib oldingmi desa, to'y qilib az qoldi degani bir xil ko'nglimizda shuni umid qilamiz ham hisobda. Ya'ni umid billi bor, yiqilishning umidi bor juma. Masalan, buni biz asa deb tarjima qilamiz. Asa deb mushu fe'lni ishlatamiz. Asani balkim bo'p qala yiqillashdi, lekin cho'qim qanday ishlatıladi desa, arzu qiladigan o'rinlarda ishlatiladi.
Asadan madin başqa işletilme çünkü camit bil amelde kanıga oxşaş. Kanıga oxşaş. Mesela asa Zeydin ayaqum Zeyd o'rnidan turay deb qoldi. Zeyd mening balam yoki inim masalan. Mashina qasi uloqqan o'rnidan turolmayotib birisi qanday Zeydning ahvoli desa, asa Zeydin ayaqum. Balkim aytki faoliyatga Zeyd o'rnidan turib qatnashib bir xil umidim bor Zeydning o'rnidan turishini. Biz kela hafta sayohatga chiqamiz. Asa Zeydin ayaqum Zeydning o'rnidan turib ketishi mumkin shu. Diqqat qilsanglar asaga keladigan tarjima bizning Uyg'ur tilida umidni ifodalaydigan, shirkatning yaqinlashganligini ifodalaydigan umid aralash qanday tarjima bo'lsa akasanlar bo'ladi. Qilishi mumkin, etishi mumkin, bo'p kesgan, ap kesgan, har qanday qilib akasanlar, tarjima akasanlar bo'ladi. Lekin buning xavri fil mudor bilan keladi, anilan billah. Masalan, asa Zayd ayyaxruj deb Zayd ismisi ayyaxruj. Mushu Allohning bilwasan anilan. Andigan xavri ismi muqaddam bo'lsin bo'ldi asa ayyaxruj Zaydun deb ba'zi antashlar asa Zaydun yaqum Mavlamiz qo'shimcha mazmunlar. Asosiy mazmuni bayatligidek tarjimasini bilwasanlar bo'ladi. Ikkinchisi hosulga dalolat qiladiganligini harakat yuz bergil az qolgan. Umid yo'q. Ümidsizlikmi yo'q? Umiddan xoli harakat yuz bergil qo'y. Bayatligida asada yuz berishni az qolganlikni umid qilish. Ma'noda umidsizlik amaliy yaqinlashib az qoldi degan. Masalan, o'smi Kadının xavri mudari ansiz bayatning anlan to'g'ma ansiz kadza yaqum Zayd turayla deb qoldi. Har bir gap bor, Zayd qopqil deb shu gap shu. Ba'zida an xavriga kirib qoladi. Bayatning asolan dal aksi. Asa anlik keladi, ansiz kelsin bo'ladi. Kada ansiz keladi, anlik kelsin bo'ladi. Qoidasi ansiz kelish, lekin anlan kelsin bo'ladi. Asa qoidasi anlik kelish ansiz kelsin bo'ladi. Kada Zaydun ayyaxruj desa, Zayd chiqay deb qoldi. Chiqqili az qoldi. Chiqilyotdi ma bizning bir tilimizdagi chiqilyotdi masalan. Üçüncüsü şu muqarabat filanınki aksi shuruqqa ishrak etgandan boshlash. Masalan, qig'ili boshladi, atkili boshladi, tutush qildi degandek bir ma'no bor. Shu ma'noni ifodalashda, masalan, tomoq atkili tutush qildi degan gapni tarjima qilib bo'lmay, qiynalib ketamiz. Mushuni ishlasak bo'ladi masalan. Hiya ja'alat tatbuhu ta'am, o tomoq atkili boshladi, tutush qildi degan ma'noda. Bu mush yaqinlikni ifodalaydi. Masalan, tafiqa ja'alaka ruba akhza ma'lum hamiz bir ma. An men bir nuqtani eskartib qo'y, ja'ala degan biz qildi degan o'rgangan buni. Akhza degan tutdi, oldi deb o'rgangan. Karaba degan ochdi, notma qildi. Unutib ketinglar. O odatdagi ma'nosi, o tam ma'nosi. Men af'alul muqaraba. Af'alul muqaraba bo'lgan vaqtda a ma'nolarni tashlab o'tamiz. Oldi tutdi degan ma'no yo'q bu yerda. Buning istiqmolat kodiga o'xshagan ansiz qildi, anlikasin bo'ladi. Tafiqa Zayd yaktubu desa, Zayd yozg'ilib boshladi. Ja'ala Zaydun yaktub. Zayd qig'ilib boshladi. Yani birisi evşeke muşu yıkıllaştı, az qil degan ma'nosi var. Tarjimasi o'xshash ja'ala va lalan. Bu istimalati asolan kodiga o'xshash, ya'ni anlik ansiz kasi bo'laveradi. Shuni bilan muqaraba ahvolimi shuni bilan oxirlashsa bo'ladi. Faqat bilvasanglar bo'ladigan mazmun. Alohida bir ish yo'q. Chunki oldinlarga jiq o'quvchilarimiz mishada gangrab shuni tarjima qilishdi yoki uyg'urchani arabcha tarjima qilishda shu xil ifodalarni qaysi tilni orqali ifodalasak bo'ladi, mushada gangrab qoladi. Shuni bilvasanglar bo'ladi. Endi 41-ci dərs təəccüb fiilisi, mədhi zəm fiilisi. Mənə bilisizlər, adətən qana bir tildə da heyran qaladigan. Uyumuşdan ekan, bunda çaylıq mavu, bunda sətnin mavu yoki, bunda kürümsüz mavu, bunda igiz balı mavu məsələn. Degəndək bir xil ibarələr oldu. Muş xil ibarənin ifadələri. Bu mu bəq qiyin emas. Endi fiil təəccüb deganimiz təəccübni paydo qilish uchun tayinlangan fiillar bo'ladi. Buning ikki xil o'lchami bor. Birisi ma af'alahu af'il bihi. Har qanday sifatni mush ikki o'lchamga asoslangan bo'ladi. Masalan, sag'irun o'z bir sifat. Bunda kichik bola ma demak bo'lsak, ma asghara hadal walad. yoki asghar bi hadal balad. Ammo af'il bihi qarab bu amr o'xshaydi deb o'ylab qolmang. Ikkalasining tarjimasi o'xshash. Da osmon chiroyli qolib ketdi, kechasi o'tirib qarab. Ma ahsana as-samaa yoki ahsin bis-samaa. Ikkalasining ma'nosi nimda chiroyli, nima degan go'zal degan ma'no chiqadi. Maqolanda bo'lsin. Har qanday sifatni kirgizgili bo'ladi bu shayga. Har qanday sifatni. Ammo buning ahvoli, buning shakl jihatda ismi tafsil shakli o'g'achqa ash ismi tafsil qo'yilgan shartlar bilan qo'yiladi. Shu fiil ta'jub chiqariladigan sifatlar cho'qim sulasi rang ayb bo'lmagan sifatlar bo'lishi kerak. Agar sulasidan boshqa rang ayb bo'lib qolgan fillar bo'lib qolsa, sulasidan boshqa yoki rang ayb bo'lib qolgan fillar bo'lib qolsa, xuddi ashadiga o'xshash avval af'ala shaklidagi bunda ta'jubni ifoda etadigan fillarni akilib, biz ta'jubni ifodalamoqchi bo'lgan filning masdarini kelib tamiz shaklda ifodalasak bo'ladi. Masalan, misolni ko'rib boqaylik.
Ma ahsana Said'en dese, Said nimdaq güzel. Üzünü sözümüz tercüme qilsak, Saidni nima güzel qilibdi degan gap asli. Lekin bu yerda bizlarga Uyg'ur adabiyotida Said nimda güzel degan bo'ladi. Ahsanada yushun domiri bo'lib, bu ashno nimasi fa'ili maga qaytidi. Ahsin bihi kasm shu ahsin bi Zayd desa, Zayd nimda chiroyli. Bu yerda hargizmi amir deb o'ylab qolmoqchi ma'ni. Am bu ikkisi ma af'ala bilan ahsin bi ismi tabzil quriladigan, ya'ni quriladigan bayatni deganim shu. Ismi tabzil chuqum sulasi bo'lish kerakdi va rang ayib bo'lmasligi kerak edi. Bu mu shu? Agar sulasi bo'lmay qolsa yoki rang ayib bo'lib qolsa, xuddi ismi tabzilga o'xshash muomala qilamiz. Ya'ni fe'l sulasi, mutasarrif, tafodul bunda birisi-birisini ortiq qilishni qabul qiladigan fe'l bo'lish kerak. Va qog'ayel deshanda bo'lsa, bunda sulasi bo'lmay qolsa, rang ayib bo'lmay qolib qolsa, an ashartni yo'qotganlarida ma ashaddining o'xshashi bilan yetib qolsak bo'ladi. Masalan, nim baqizilgan qo'mavi deb hayron qolmoqchi bo'lsak, ma ashadda humratahu masalan. Buning qiziqligini nima qattiq qiladi degan bunda so'zni tarjima qilsa, nima degan qizil? Ma ashadda bayodan. Nimda oqmavi degandek bunda shaklda qilsak bo'laveradi. Endi ma yillarda tasarrufat qilish to'g'ri emas degani tasarrufat qilish, ya'ni buni mazi shaklda keldi emasmi? Birisi amr shaklda keldi, ma'nosi o'xshash. Bu mazini ma af'alu degani ma yuf'iluhu, ma liyuf'il bihi degandek bunda shakl chiqa olmaydi. Taqdim ta'xirmi to'g'ri emas, paslimi to'g'ri emas, lekin imom mazini zarb bilan pasli keltish bo'ladi. Ma ahsanal yawma zaydan deb bunda shakl keltish bo'ladi. Lekin asli qoida biz hozir keltirgan mush o'lcham shu petishla qo'llanishli bo'ldi. Ma af'alahu af'il bihi shu. Ondan keyin 41-darsimizdagi ikkinchi mazmun zam va madh fillari. Ya'ni nimda yaxshi, nimda nachar degandek bir hamda askishni so'zi suğu, bir odamning so'kkuli maqtoldi. Ammo bir og'iz gap bilan bir odamning yaxshiligini, bir odamning aslini ifodalash uchun ayrim pildirdi. Shu pillarni biz so'kash, maqtash pillari deymiz. Zam madh pillari degan nima desa, maqtash yoki so'kashni paydo qilishni tayinlangan pilla. Maqtashning ikki pillasi bor. Birisi ni'ma, ya'ni birisi habbaza. So'kashning ham ikki pillasi bor, ma'batga qaranglar. Birisi bi'sa, ya'ni birisi sa'a. Buning qoidasini so'zlaylik. Bu ni'maninki fa'ilisi ya lamliq ma'rif ism. Yoki keyingi qaranglar. Lamliq ma'rifiga muzof bo'lgan ism. Ba'zida fa'ilisi yushun. 3 xil degan gapda. Ya alif lamliq ism, ya alif lamliq ism muzof bo'lgan ism, yoki bo'lmasa yushun. Masalan, kelaylik alif lamliq bo'lgan misoli ni'mar rajulu hamidun. Hamid nima degan yaxshi kishi? Ni'ma fe'l ar-rajul fa'ilisi. Rajul fa'ilisi. Hamidun maxsus bil madh. Buning i'robi ikki xil. Birisi huwa hamidun degan gap. Yani taşlanıp kelgan mubtadaning xabar bo'ldi Hamid. Yoki bo'lmasa Hamid mubtadai muakhkhar, ni'mar rajul xabar muqaddam bo'ladi. Mush buni tushunsak bo'ldi. Butun qurilmalar shu. Yoki muarraf billangu muzof bo'lgan ism dedik, ni'ma g'ulamur rajul Hamidun. Hamid nima degan yaxshi kishining xizmatchisi ha? Mayda g'ulamur rajul fa'il bo'ldi. Hamidning i'rob bayatning bilan o'xshash, maxsus bilmadi. Yoki taşlanıp ketgan mubtadaning xabari yoki mubtadai muakhkhar. Ba'zida bu filning fa'ilisi yushrun bo'ladi. Yushrun bo'lgandan keyin bu bizga mujmal bo'lib qolgandan keyin mujmallikni bizning grammatika nima aytdi? Tamyiz. Shu vaqtida buni nakir mansub bilan tamyiz qilish vojib bo'ladi. Ni'ma hamidun asli. Hamid nimaga yaxshi kishi degan gap. An fa'ilisi tigidiki huwa. Bu huvani biz tushunmagandan keyin kim bu desak rajulan. Hamid nimda yaxshi odam degan gap. Yoki maulan fa ni'ma hiya desa, nimga yaxshi u deb buni tarjima qilinmiş o'rinda. Nimaning fa'ili tigidiki damir, ma nimasi tamyizi. Ni'ma ma hiya degan. Hamid mushurunda maxsus bilmadi. Qolgan shakllari shunga o'xshash. Masalan, habbaza kelsak, habbaza rajulan sa'idun. Masalan, habba fi'l madhi, za fa'ilisi rajulan tamyiz, maxsus sa'id bo'ladi. Mushu bo'yicha tushunsak bo'ladi. Ondan keyin habbazaning maxsusdan ilgari keyindan tamiz tushsin bo'ladi. Habbaza rajulan sa'idun yoki habbaza sa'idun rajulan degandek. Yoki hol tushsin bo'ladi. Habbaza rakiban Ja'farun, habbaza Ja'farun. Nimish qilsang chunki habbazadagi za habbaning fa'ilisi. Bu za degan ism ishorat. Ko'rsatilguchi bo'lmag'achqa buningda mujmallik bor. Mujmallikni farqlantiradigan birdan bir narsa ya tamyiz yoki nima holat. Ikkining birisi. Shu ikkining birisi tushadi. Yuqorida biz so'zlaganlarimizning hammasi madhiya fe'ldir. Endi zamning ikki fe'lisi bor, birisi bi'si birisi sa'a. Qolgan grammatikal qurilmalar o'xshash. Masalan, bi'sar rajulu zaydunda ar-rajul fa'ilisi. Zayd maxsus bi-dhamm. İrab bayatın degandek. Bi'sa g'ulamur rajul oylik muarraf bil-lam
fail oldu mu? Ya da gulamur racul deb muarraf billamning muzafi fail oldu. Bi'sa raculan zaydun deb fail yuşurun. Raculan onun mesela temizi. Sa'a okşaş. Mesela misal okşaş geldi. Sa'a raculu Halidun, sa'a gulamur raculu Halidun, sa'a raculan Halidun. Sa'a mesela bi'si okşaş. Şunu olan bugün sözlemek olan dersimiz ahırlaştı. Kelasalik dersimizde biz kitabın 3. kısmı harf kelimiz. Bugünkü dersimizin tadbiqatları dostkuda. Birinci qatadagi aqranliklar bugün o'qigan 4 darsning 38 darsininki tadbiqatlari, onun qishidagi sariq rangliklar 39 darsininki, undan keyingi 40-ning eng oxiridagisi 41 darsning tadbiqatlari. Mush tadbiqatlardan savoqdoshlarimiz o'tilgan darslarni o'zlashtirish vosiga umidda va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.